Nurobod tumani tashkil bo'lgan yillardanoq bepayon yaylovlarda mehnat qilayotgan ilg'or chorvadorlari, lalmikorlikda mo'l hosil yetishtiruvchi g'allakorlari bilan tilga tushgan. Samarqand va ko'plab viloyatlarning bir qator hududlarida Nurobod deyilganda avvalo bu diyorning go'zal va betakror tabiati, sof havosi, bepayon yaylovlari haqida so'z yuritilgan. Shu bilan birga qutlug' ziyoratgohlari, odamlari qalbidagi o'ziga xoslik, mehnatga tashnalik, ezgulik, mehr-oqibat, yoshlar qalbidagi jo'shqinlik kabi fazilatlar tilga olingan. Bu zamin boy va ibratli tarixga ega. Gektar maydonlarda yastanib yotgan bepayon yaylovlarni kezgan, yuksak tog'lar, ular etaklaridagi qishloqlarda bo'lgan bir qator joylardagi osori atiqalarni ziyorat qilganlar bu zamin tarixining necha asrlarga borib taqalishini teran his etadilar.